Navbatdagi Damas motorimizga Spark 1.25 lik Porsche qo'yib, motorlarini qilganmiz 0 dan 100 gacha va va'da qilganda bunda oldingi videoda tayyor bo'lsa, общий narxini necha pul ketganini qo'yamiz deyilganda, bunga plus injektor установка qilganmiz, ko'rib turibsizlar. Idealniy qilib yurg'izib oldi. Oka, bitta zavet qilinch ovozlari, bitta eshitayli. To'xtang, oka, mana benzin nasos qoldiraveribsiz. Ishqilib yuradi bu motoringiz. Rivojida u zapasdagi Damasimizniki. Bitta yurg'izing ovozini eshitayli. Sizlar like bosib turasizlar. Yurg'izinchi. Qo'yil mana ko'rib turibsizlar, motorlar idealni ishlab turibdi. Oka, bitta gazini bosinchi, bitta eshitayli. Qattiq. Ovozlarni eshitdinglar, cho'tki bo'lib chiqdi inshaalloh. Bu videoni Damasbor yaqinlarga jo'natib turasizlar. Videoni repost qilib va sahrayn qilib qo'yinglar. Bir kun kelib sizlarga ham bu kerak bo'lib qoladi, to'pishing oson bo'ladi. Necha pul ketdi bu motorimizga? Motorimizga 5 million so'm ketdilar. Injektor bo'lib chiqishlariga 5 million 560 ming so'mga to'xtadilar. Okalar, eshitdinglar narxini, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa murojaat qilinglar, ishini idealniy qilib bitirib beramiz va biz sahifamizga obuna bo'lib, Damasbor yaqinlarga jo'natib qo'yasizlar.